To'rtinchi bob. Jamoa qurish va rahbarlik. Startapning muvaffaqiyati nafaqat g'oya yoki mahsulotga, balki uni amalga oshiradigan jamoaga ham bog'liq. Yolg'iz startapchi bo'lish qiyin. Muvaffaqiyatli startaplar odatda kuchli jamoa va samarali rahbarlik asosida quriladi. Bu bobda biz jamoa qurishning asoslari, to'g'ri a'zolarni topish, hamkorlar va maslahatchilarni jalb qilish, rahbarlik uslublari va jamoa ichidagi kelishmovchiliklarni hal qilish usullarini ko'rib chiqamiz. Jamoa nima uchun muhim? Startap bu murakkab loyiha bo'lib, u turli sohalardagi malakalarni talab qiladi. Texnologiya, marketing, moliya va boshqalar. Bir odam bu vazifalarni samarali boshqara olmaydi. Masalan, Google'ning muvaffaqiyati Larry Page va Sergey Brinning hamkorligiga bog'liq edi. Ularni har biri o'ziga xos ko'nikmalarni olib keldi. Texnik bilim va biznes strategiyasi. Jamoa nafaqat ishni taqsimlaydi, balki yangi g'oyalar, motivatsiya va qiyinchiliklarga qarshi turishda yordam beradi. Rollarni va malakalarni aniqlash. Jamoa qurishda birinchi qadam kerakli rollarni aniqlash. Odatda startap jamoasida quyidagi asosiy rollar bo'ladi. CEO, bosh direktor, umumiy strategiya va rahbarlik, investorlar bilan muloqot. Agar rahbarlik qobiliyatingiz bo'lsa, siz o'zingiz CEO bo'lishingiz mumkin. CTO, texnik direktor, mahsulotni texnik jihatdan ishlab chiqish, masalan, dasturiy ta'minot yoki ilova yaratish. Texnik bilimlari kuchli odamni toping. CMO, marketing direktori, bozor tadqiqoti, reklama va mijozlarni jalb qilish, ijtimoiy tarmoqlar va brending bo'yicha tajribasi bo'lgan odam kerak. Moliyaviy mutaxassis, budjet, daromad oqimlari va investor hisobotlarini boshqarish. Qanday topishimiz mumkin? LinkedIn mutaxassislar qidirish uchun eng yaxshi platforma. Masalan, O'zbekistonda CTO deb qidirib, potensial nomzodlarni topishingiz mumkin. AngelList startaplar uchun maxsus ish platformasi. Bu yerda startap jamoa uchun nomzodlar topiladi. Freelancerlar Upwork yoki Fiverrda vaqtinchalik yordam uchun mutaxassislarni yollashingiz mumkin. Hamkorlar va maslahatchilarni jalb qilish. Hamkorlar, co-founders va maslahatchilar startapingizni keyingi bosqichga olib chiqadi. Hamkorlar bu siz bilan teng huquqli ishlaydigan odamlar. Maslahatchilar esa tajribasi bilan yo'l yo'riq ko'rsatadi. Hamkorlarni topish. O'zingiz ishonadigan va qadriyatingiz mos keladigan odamlarni tanlang. Equity taqsimoti. Hamkorlar o'rtasida ulushlarni adolatli taqsimlang. Masalan, agar siz 60% va hamkoringiz 40% olsa, bu ish hajmi va mas'uliyatiga mos bo'lishi kerak. Shartnomalar. Hamkorlik shartnomasini yozing. Bu kelajakdagi nizolarni oldini oladi. Maslahatchilarni topish. Soha mutaxassislarini qidiring. Maslahatchilarga kichik ulush bersangiz bo'ladi. 0.5% dan 2% gacha yoki oylik to'lov taklif qiling. Rahbarlik uslublari, motivatsiya va madaniyat yaratish. Rahbarlik jamoani bir maqsad sari yetaklash san'ati. Yaxshi rahbar jamoani motivatsiya qiladi va samarali madaniyat yarata oladi. Amazon asoschisi Jeff Bezosning mijozga yo'naltirilganlik va qat'iy maqsadga e'tibor berish rahbarlik uslubi kompaniyani $1 trillion biznesga aylantira oldi. Endi keling, rahbarlik uslublari haqida gaplashamiz. Transformatsion rahbarlik jamoani katta maqsadlarga ilhomlantirish. Misol uchun Elon Muskning SpaceXda Marsga yetib borish visioni. Demokratik rahbarlik jamoa a'zolarining fikrlarini tinglash va qarorlarni birgalikda qabul qilish. Avtoritar rahbarlik qat'iy qarorlar qabul qilish, lekin bu startaplarda kam qo'llaniladi, chunki ijodiy muhitni cheklab qo'yishi mumkin. Madaniyat yaratish ochiq muloqot, jamoa a'zolari o'z fikrlarini erkin bildirishlari kerak. Masalan, Google'da Open Office Hours tufayli har bir xodim rahbarga
savol berish imkoniyatiga ega. Maqsadga yo'naltirilganlik. Jamoaga aniq KPI'lar qo'ying. Kelishmovchiliklarni hal qilish. Jamoa ichida kelishmovchilik chiqishi muqarrar. Masalan, hamkorlar o'rtasida ulush taqsimoti yoki strategiya bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga chiqishi mumkin. Bularni hal qilishda quyidagi usullar yordam berishi mumkin. Ochiq suhbat. Kelishmovchilikni darhol muhokama qiling. Masalan, agar CTO loyiha muddatlarini o'tkazib yuborsa, uni ayblash o'rniga muammoni birgalikda hal qiling. Uchinchi taraf. Agar kelishmovchilik jiddiy bo'lsa, maslahatchi yoki mediatorni jalb qilishingiz mumkin. Shartnomalar. Mojarolarni oldini olish uchun dastlabki shartnomalarda aniq qoidalarni belgilang. Masalan, kim qanday qaror qabul qiladi. Jamoa qurish va rahbarlik startapning yuragi. To'g'ri rollarni aniqlash, malakali nomzodlarni topish, hamkorlar va maslahatchilarni jalb qilish hamda samarali madaniyat yaratish orqali siz muvaffaqiyatga yaqinlashasiz. Keyingi qadam biznes model va moliya asoslarini tushunish. Bu haqda 5-bobda gaplashamiz.